Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli televizor görüşlər. Vaqe ve mülahizə proqramımızın 9-cu sanını görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görmənlərimiz əməllağı məlum bolğandək biz bu proqramımızda dünyanın hər qaysı yerlərindəki xalqımızga Şərq Türkistan davasıga əlaqədar bolğan mühim temalarni məxsus şu sahaninki əhlini, şu sahaga əlaqədar bolğan mütəxəssislərini təklif qılıb təfsili halətdə söhbət elib berib kilovatımız bulvatqan vaqalarni mülahiz qılğan şəkildə. Bugün əlbəttə elanımızdan bəgəndək bir qancha gün burun elan bəduq. Həmmizə aid Şərq Türkistan xalqiga intayin əlaqədar bolğan özümüzün xoşnisi, qeyrindaşlarımız Qırğızistandakı vaqalar həmmimiz əlbəttə biz istiqlal xəbərlərdən bəduq. Bir qancha qitim 4-cü oktyabrda şu yerlik millət vəkillərinin sayılım bolğandan keyin bu yerdə çox bir qalayım qançaq gəlib çıxdı. Hele hem tüygün yok. Elbette bu meseleye tefsili halette bir köz yugurtuş için Kırgızistan'dan şu yerdeki cemiyet vekilleri bilen alakalaşkan bulduk ama Kırgızistan'daki vaziyet biraz kalayımkan boğallığı için o yerdeki cemiyet rehberleri biraz tutturuşuna uygun kögelliği için rayondaki en yakın Kazakistan bu rayonun siyasetiyle yakından köz tutturvatkan pişqadam siyasetçi Qahraman G'o'janberdi apandi shundaqla Uyg'ur tadqiqot instituti tadqiqotchisi Nijat Turg'un apandimni taklif qilib bugun bu Qirg'izistondagi voqealar zodi naga bordi degan temada suhbat elib berish uchun o'tiribmiz. Har ikki mehmonim biri Qozog'istondan, biri Shvetsiyadan Nijat Turg'un apandim qatnashyapti. Oldi bilan ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashlab qolganlik uchun, ziyoratimizni qabul qilganlik uchun. Rahmat sizlarga. Biz rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadirli görmənlərimiz programımız Naq Meydandan taqil o'tdi YouTube orqali ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmaga aloqador orqali fikr taklif berishinglarni umid qilamiz. Shunday ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa programmaga bevosita kirib ketsak, bugun Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatga qarab meng'oti dedik. Oldi bilan yoshda ham cho'ngimiz ham rayonga Qirg'iziston eng yaqin bo'lgan Qozog'istondan boshlasak, hurmatli Qahramon G'o'janberdi apandim, oldin Qirg'iziston haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, uning keyindan kirsak temaga. Bo'ladi. Qarindosh Qirg'iz xalqi Uyg'urlarga yaqin Uyg'ur qog'onati davrida qog'onatning tarkibi bo'lgan. Qirg'iziston 1991-yili 31-avgustda mustaqilligini qo'lga oldi, e'lon qildi. Territoriyasi 200.000 kvadrat kilometr. Tangritog'ning g'arbida joylashgan. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston davlatlari bilan birga Qozog'istonning Aqsu va boshqa viloyatlar chegaradosh. Uyg'urlardan 1000 kilometr chegarasi. Paytaxti Bishkek, nüfusi 6,5 milyondan resmi. Bunun 5 milyonu Qirg'izlar. Ondan keyin O'zbeklar 900 ming atrofida. Xo'sh. 3-o'rinda Ruslar 350 ming. 4-o'rinda Uyg'urlar. Resmi aktivite girdi. Ameliyatda 120-150 ming bor. 150 mingga yaqin. Qirg'iziston Uyg'urlarning Qarxaniyda davridagi Farg'ona shimoliy va shimoliy atib shu Tangri tog'larini egallaydi. Viloyatdan 2 markazga shahar va O'shdan iborat. Davlat tuzumi aralashma, prezidentlik ve parlamentlik devlet, cık partiyalık 200'den oşup, dünyada en çok partiya bu devlet oldu. Bunu sayılamda 16 katlaştı. İktisadi rahat az, bir jınlık
içki işlep çıkarış kıymeti 25 dolar etrafında. Seliştirirsek mesela Kazakistan 8 milyon Hı hı. etrafında. Asası baylıkları Hı hı. renlik ve kıymet metallar. Altın, turba, mis, kömür hanlarım var. Hı hı. Su manbaları yaxşı, sağlık rayonundaki çoğun deryalar, narin, çu, şuanı paylanıp, yedalıkı elektrikten sürüklüp, işlep çıkan tok'nun 50%'de çet elgi satıdı. Hoş. Bunu narin deryası, Merkez Asya'daki ataklı Sırdaryadan başlanmıştı. Hı hı. Hatta bunun Kırgızistan'daki Tarim deryası mı? Şu Kırgızistan'dan başladı. Hoş. Burun agrar yani yiyeceklik çıkarıcılık memleket olarak sanat terakki kılmak hazırımız sanat terakki bu 6,5 milyon nüfusun 1 milyondan chet ellarda ishlaydi asosan Rusiya. Hazır bunu Xitoy virusining aqibatidan ularning 70-80 qaytib keldi. Hı hı. Hoş. Ana qisqacha mushu. Yani yıllık nimesi abi avazınız biraz üzülüp kaldı. 25 dolar dediniz mi? Yıllık içki işlep kıymeti 20 milyar dolar. Ha, 20 milyar dolar. 25. 25 milyar dolar. 2018 25 24 20 bir 24 bo'lib ketdimki tushib ketdi. Hı hı. Hoş hoş. Köptün köp rahmet qağın yeni şükürlep kirimiz. Necat efendim hem de Kırgızistan'daki bugünkü siyasi vaziyet qandaq şekillendi deb müşahidim başlasak sizler. Sualınız için köp rahmet. Bu bugünkü olan nəslə bu təsadüfi olan nəslə emas, bu neçə vaxtdan bir qaynab kelayotgan Qırğızistandakı siyasi vəziyyətin keçib qalğan bir şəklinin görünüşü. Amerikanınki bu orun xəvfsizlik məsləhət bu adam bu oturasını Avrasiyadakı Balkan deyilgan səbəbi bu oturasiyadakı oxşamagan milletler oxşamagan gruplar bir yerdeki çiğra, bir yerdeki bölünüşler, bir yerdeki bir rayonun ait bir keskin bir partlaşalıp durgan bir karakterindeki bir zemin geldiğini, çıkış geldiğini özünün akalı diye başta ibare verip geldi. Kırgızistan'ın içi kesek makam diyelim toplumda kurulgandan keyin hazırga kadar 3 kıtım boldu varsa hem 3 kıtım bir nimi boldu değil. Parlamentni bu prezident nimeden 2015'te boldu. AKP'nin meselesi. 2010'da Bakiyevni düşürüverdi. Hı hı. Onun için 2002'de bu dönem saylandı. Saylamda nimi ba yani sahtılık işlediğini bilen muhalefet partiyalar bular saylanın razı olmagan asasında karşılıklama hatta prezident mi bir nimi bildirdi Astropi halkı çayırda vaziyet kontrol kılamagan bir yerde harbiy aletini yürütücü bu bir neçe vaktin bir bu siyasi idare kalayım kançılıkının ki sektör yüzünün işi de düşen. Avazla biraz üzülüp kilovatkandak şuna ama. Ben herhalde yaxşı anladım. Ha, tamam. Kahraman kam qaraganda üzülüp ketken oxşaydı yana tor meselesidir elbette. Programdan 5'de de aytdım yana qadarlı körmelerimiz biraz şu texniklik bular bilan oluşup boğuşça. Ekran apkep boğuşu biraz keçikdik, yarım saatin artıq keçikkendik, yana üzülüp ketip qaldı.
Ben soru Ben vereyim sizden. dokunuşunun ki nimisini sebebini özelinin nimisinden biri düşünce biri eğer makam kirgücü Hoş. vakti diyeyim kolaydı. Hı hı. Bunu ben bir neşe Türkiye çaklayayım. Birisi Kırgızistan uzun mezgil bu Soğut İttifakı'nın iki olsun, Rusya olsun, bulaniki devlet ve yeni 90'larda müstakil olan kim bir gün karşı 30 yıl, 29 yıllık bir tarih var. Yeni devlet kuruş sistemi hem bir yerde ona ilk diktatörlük nasıl kaldıklarını götürmüş. Şu sebepten bugünkü kadar devlet düzenimizde bir ne kullanmak hazır kadar resmi o başka demokratik ve kanun bilen idare kılınan devletlerimiz katta her iş kanun biçiminin eksince bir tarih yok. O hukukni öz aldığı şahsi bilgisinden. Bu alette boğandığı için halkta köpülen siyasi uyulanın oyuncusuga ve halkta bir ilişkiler içi belirlendiği için Prezidentliğin bir çeksiz hukuk hükümesi var yani destekçilerden onun için Hoş. tiriştiği varlıkların umumi avaz halk sayılımının bir sarfı. Bu mu kontrol kılan çıkmadı. Onun için yeni bir çağda bu nemi bağımda bu devletinki terakkiyat iktisadi şey halk naiti kembe çünkü Hoş. tağbilen uğrayan çarvıçılıkni ve kan baylık nimisine asas kılmak bu yerde halkın kuruluşu iktisadi nimisi aciz mesela devlet 30% nimisi kan baylık yazıştın onun 30% nimisi çetelde işleyen erleyen çetelde işleyen hükümetinin devletçilerin GDP nimisi 30%'ni teşkil ediyor. Yıllık kırım nimisi mümkün. Bunu görüş bulduk. Halk sadik ait ben sen kullanırken hazinemiz mi ait yok. Bu halde halk iktisadi nimeti boğan asallam ki nimiga hükümete karşı ve naratlık nimesi bir şağlık çünkü osak ağaç iktisadi cihetten boğandikin tabii ki bazı güçlerini iktisadi nimeden bir şartlık bu hükümete ve öz siyasi mahkemesi insanlar başka asan bunu bir neçe aldığımız gibi olan sen halkta pul verip avaz sayılan doğruluk yani malumatlarını buna mesela Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun askerimiz bundan mesela Hoş. pul verip zaten bu siyaset yani bu özgürlüğün takdirini sakal anandıkin mağdurabilik cihetinde bu devletin otursun başka ve şimallık ve cenublık İstanbul'da bir Karaş nimisinin bunda bir bölünüş var. Şimalda olsa Çarvıcı Kırgızlarca kırakçılık ama Özbekistan zaten bir yerde tarafında iki milyon oturuşta konuşlar yeminler yaptık. 2010'da ahırkı tutuyorduk bir yerde ademlerin genel zamı değil. Ama bu şu yok sebeplerden Kırgızistan'da bunda kalayamalar siyasi özgürlüklerindeki aitsiz evcilişi şu sebeplerden Doğru deysiz. Endi Kahramankan bağlandı mı yaka? Tamam, ondan sonra devam kılıvereyli. Nice efendim endi şu dep öttünüz abay şu 4 oktябр'deki saylam neticesiga nurgulgan mesela pari veriş, toğru boğan bir adil bir saylam elip berilmedi dep 12 partiye karşı çıkıp hemmimiz kögendek parlamentlarını besip kirip hatta türmüdün burunqi Almazbek Atambayevni çıqagan boldy ular. Keyin yana eng ahir xabarda qaytadan qo'lga ilinganligini uqdik undan keyin hamda hozir qanday bo'lib ketdi. Bu şekilde hem onun üstüne bu Kırgızistan'da mesela başka etraftaki bu Orta Asya'daki kıyırnaş cumhuriyetlerdeki devletlerin hiçbiri de bunda bir hükümetke, mevcut hükümetke karşı çıkıp ulan öğretildiğin derece bir işini körep bakımında kurulgandı tadı. Devamlı Kırgızistan'da mı şundak
hali mesela mevcut hükümet hamsi güldürülüp besip kiriplam bu şekilde kılıp italişi bunu siz qanday düşünüyorsunuz endi? Bu faqatlam iqtisodiy ojiz o'g'anliqidan hukumatdan ba'zi qamlashmaganligini ko'riblam bu endi mesela ba'zan da sirtdan bu yerda mesela qirg'izlardan anglasangiz qirg'iz xalqininki biroz lyukcha kerak bundaqa qat'iy uni boshqa davlatlarga o'xshash jim turib hukumatni anglaydigan xalq emas har qanday bir nahaqchilikni ko'rsa chiqiblam örüp ötüdü, at çaptırıp kilip degendek özünün. Aşınlarını anlap kilimiz hem de. Bunu siz qanday düşünürsünüz hem de? Demiş köp yüz verdi. Bu to'g'riliq mı? Diqqat merkezimi muşun depti. Belorussiyada xalqlar aylab qilib ne tushunmagan bu qirg'izlarning ichida to'planib kelib parlamentda prezidentning nimalariga kirib ketdi. Bir yerde Kırgızlar'ınki yine erkinlik yaylakta yaşayan çarvıçı halkı üstünden bulanın erkinlik olan teşkilatı kızık halkı. Hoş. Bir tez naiti o teşkilatı sebepçi oldu da bunun bir anlamı var. Lakin iktisadiyetin elbette salam acil güvenlik balık yetişsizlik yığır bulup mu ayakın ki Xitay virüsünden kin nurgulağın dönemlerde Orta Asya dönemlerinde yetişsizlik texim ilgilendirildik. Mesela Kırgızistan ki bu olsa 4% memesi 4% böyle bitipti bu yıllar. Böyle texim yetişsizlik, texim iktisadi çekiniş mevcut idare olanlar texim çoğun bulunmakta. Bunu aydınlaştırıcı olan güçler olsun böyle ki bazı bazı gruplar olsun elbette bu faydalanış mümkün ama yeni bir taraftan karşılaştık bu hakimiyet sıfatı bu parlament bitirgen 4 tane partiye kirgilke 3 tane partiyeninki adette prezidentiyle bivasıta alakası var. Yakın alakası. Yeni bir partiye olsun parlament partisi. Kagan kiremligen 12 partiye Bunlarla birleşip yeni bir parti arazlık bildiriyor. Bu nemini abi karısam Caparov da partiyi devirdi. Partiyada baş ministerlikte saylanganlığını tasdiqlaptı. Bu adam aktarlıkta karsak nurgulluğun kanunsuz işlerini kılan göreve girişim olsun, hükümet karşı çıkışı olsun, o siyasi hukukatı düşkün olsun. Nurgulluğun başlarını işlerini keyin Kayıtkılıp 11 yerimizlik türmede soğan adamını türmedeki adamını baş ministerlikte tavsiye kılığılıp kandaktır devletimizde bunu kabul kılığılıp sen çünkü türmün nimisi toşmayı bana baş ministerlikte tavsiye kılış. Onun ben duyuksuz çıktım ki bir yerde baş ministerlikte namzat kılışı ve baş ministerlikini bir gün arası tasdiklayman deyilgan nemini bilmekten çünkü. Bu yerden ait çoğun kanunsuz alette devletin idare edilmesi ve devletin aparatlarındaki eşit kanun boyunca emas bir yerlik arvazlık ve başkası. Nimisden ilip bir vatkallık boşen Hoş. Kahraman efendim kirgen okşaydı. Avazım kelyaptım da. Yana avaz kemmedi hem de kayıtı. Yana kayıt kısınız bula okşaydı qaraganda. Kahraman ki avazınız kemmedi yana. Yeniden bir bağlanıp kılsın. İnşallah biz devam kılıvereyli. Hoş, unda olsa Kırgızistan'daki şu siyasi sahada Uygurlarning küçü qanchalik degende başlap tursak bulanmı yoki bo'lmasa Nicat efendim. Ya bo'lmasa kim Qirg'iziston kim Qozog'istondan eli bağlanıp qalishi mumkin. Ben sizge qilgan Qirg'izistonda 19 oktyabrdagi davom qilgan alayda holat e'lon nimani tushuntirdim shadin. Başlasak. Nicat efendim avazım kelyaptimi? Endi ban. Ha. Kahraman kam yana üzülüp ketip qolib qoldi. Inşallah birdam degan kira.
Biz devam qilaveraylik. Şu Qirg'izistonda 19 oktyabrgacha davom qildigan shu jiddiy holat, alayda holat e'loni nimani tushuntirdi o? Shular. Bu yerda Qirg'iziston gerçi kambag'al davlat bo'lsa-mu, bu oningki bir stratejik o'rnga ega. Devletninki o'zini yurgizayotgan hokimiyat bu nimani tutib turish kerak endi. Bostirib chiroyli holatda qilmagan asosda bir alayda e'lon qilish shu asosan shu hozir mavjud saylovga qarshi muxolifat qilgan partiyaning quruvchilari buni bostirib nim qilish uchun normal jamiyat muqimligini bostirib normallashtirish uchun normal birodarlik qilish uchun bu narsani e'lon qildi. Ammo yana qarasak yana namoyishda ba'zi davom bo'layapti. Bu bo'lsa-mu Abay degan Jabbarovning qo'llovchilari birlikda namoyish qilganlikka va buni qilgan saqchilar olsun, xavfsizlik xodimlari olsun, harbiylar olsun buni bostirishni mag'lub qildi. Bu ajablantiradigan bir hodisa. Türmeden çıkan adamın tuyuqsiz bir yerden nimini saylab türmeden vaqtida nomzod bo'lish gibi türmeden chiqqandan keyin buni qilgan namoyishlarga bostirmasdan aksincha saqchilar uningdan nim qilolmas. Ham bu taraqqiyot oyoqlar endi shu hozir hokimiyat uchun muhim narsa bu bir yerki namoyishlar tinchlantirib va normallashtirib devletninki bir normal adette kapalet yıkılış gerek. Bu kontrol edilmeyen asasda yani Kırgız halkının abaydı kızı adaletke boğan güçlü boğaçta bunlar yanlış mümkün. Bu fakat özünden Kırgız halkından kalmayı ki mesela Cenab-ı Durgunluğun özbek milletin boğan nurgun halklar karşı Ruslar bu yerde 2010 yılındaki neyim konuşuyor, belli kişi mümkün öldüremiyor. Sonra en tez surette bir yerde bu topluluşunu normallaştırmak için bu hareketini izledim. Hoş. Bu Kırgızistan'daki siyasi şu sahada Uygurların gücü kaçlık sizce? Uygurlar aslında özellikle Uygurlar partiye teşkiline münasip yoktu. Asasen şu Kırgızlar siyasi hukuk mesela Kırgızistan'ın devlet bayrağını katsak yani 24 tane vatandaşmışsın. Bu asasen Kırgız halkının 24 tane bir olluk kıldı kendine. Onun için Kırgızistan'daki devlet ulusu karşısında bir yerde Kırgız yani tar daireki milletçilik asas kılan aletler kullanılan bir devlet bir yerde Uygur ve Özbek Kazakların Ruslar Ukraynalı olsun bunların hamısını çet gayreti Kırgız tar daireki bir tar daireki milletçilik asas kılan bunda adette devletinki zikri başka milletlerin siyasi nimeden ayrı sistemisi görüldü. Bununki ziyalarının bunu aldığı için nimende Abay devleti hoştuk olan mesela o Özbek o zihniyetten boğancılık halkta o Kırgız bir yerde kılıç gerek başkalar ikincisini anlaş gördüğünde dedi. Bunun etkisidir. Özürüm millet daha konuş pazarlandı o taraftan Kendisininki diyen nersi Euro-Asya'nınki Balkan değişinin sebebi olan üyelik duruşlarına kadar şahit gördük mesela. Efendim avazınız biraz üzülüp kilovatı o. Bu kulaklık var mı? Kulaklık mikrofon. Bunun çatıdığın imkaniyet ben bakayım. Çünkü avaz biraz bazı üstlük çıkıyor bazı inikamız şu. Bu kompüterinin nimesi yok ki çatıdığın çoğu. Maşallah devam kutturayım. Bu çıkılmaydı ki. Meyli. Aşnak nimi bu başka Uygurların hazırlıkları öz aldığım mahsus Uygurların adette siyasi nimeye kirip okuluna ağan yapımız nimi yok. Mesela ağan desi Şeyh Türkistan meselesinde kılıvatkan
teşkilatlarning bu yerda mayli siyosiy olsun va Xitoy sınırdan bo'lsin bu yerda tashkillash nemisning aytdi kichik siyosiy faoliyatlar yapishninki imkoniyatning aytdi tuvanligini ko'radi. Ya'ni boshqa qirg'iz bo'lgan boshqa bu yerda siyosiy jihat Avazınız yetki etmeyendi? Ya havaz var. Hem de bu bizge bir bir ders buluş gerek mesela. Aslında qeyrandaş milletler tuğan adamda bularını öz içine alaydıgan bir siyasi kimlikini şekillendirgen devlet olmasa mümkünlükü ve bundan burunki nimeler az kep çıkışım mesela. Çünkü sen Özbeksen, Uygur, sen Tatar yapar. Kırgızistan'ın bu siyasi kimlikini asıl adette Kırgız, Özbek, Uygur hem okşaş qeyrandaşlar bizim okşaş siyasi mecburiyetimiz ve imkaniyetimiz buldu deydigan siyasi kimlikini bitirip siyasi ulusunu şekillendirgen bu. Ondaki ve ondan burunki özara milletler ortasındaki tokunuşlar az bir hem de böyle şekillenip bunu tüzeş urgun jariyan olan gelmez. Zaten bir yerde kanunda tarih ve onunkin siyasetçilerin ortası tarihorluk, kanun rayet kılmaslık iğir vakit bir yerde bundan yüz verip bunu onunkin tüzeş veriş. Tamam. Xo'sh, unda olsamda hem siz mushqatimga qalaymi qanchaqda bu ishlar mesela Xitoyning qari qo'li bo'lish ehtimoli qancha degan maslahatni qalaysiz? Endi Qirg'izistonning kimisi qarasak, Qirg'iziston, Sharq Turkiston bilan chegirdosh davlat, undan boshqa Qozog'iston bo'lsin, Amerika, Tojikiston bo'lsin, bu bir necha davlatlar bilan chegirlangan quruqlik davlat. Ama O'rta Osiyo davlatlari bilan Xitoyni bog'lab turgan bir alaylik bo'ladi. Bunda albatta Xitoyning üçün yani Xitoyning bugun yurgizayotgan yangi yepakli stratejiyasi var. Buni vujudga chiqarish uchun O'rta Osiyo oldi bilan Sharq Turkiston bir kengayish nuqtasi yapıyor. Bu albatta Qirg'iziston stratejik ahamiyatini yani ticari noktada yatkan çağda Xitoyning malları Qirg'izistonga kelgandan keyin boshqa Osiyo davlatlariga va Rossiyaga setiladi ekan. Chunki bunda holatda Xitoyninki bu Qirg'izistonda qalayimqanchilikni o'zi qo'l ostida chiqarishi biroz reallikdan yiroq deb qarayman. Chunki bu yerda Xitoyning tijoratini davom qilishi uchun yana tinchlik va xotirjamlik jamiyat muqimligi kerak. Şu aletten Xitoy bunu qilmaydi deb o'ylayman. Andan keyin bugun tashqi ishlarning nimasida bayonotimi buni so'ragan chog'da tashqi ishlarning bayonotisimi Qirg'izistondagi eng tez suratda bir qonuniy yo'llar bilan bir muqimlikning asliga kelishini tilaymiz deb nima qildim bu yerda. Ya'ni qalayimqanchilik Xitoy davlatining manfaati uchun, yiroq va yaqin manfaati uchun yaxshi emas. Uning ustiga yana bir narsa agar da bu yerda qalayimqanchilik kengayib ketgan chog'da bu atrofdagi davlatlarga chiqarishma imkoniyati bor. Bu faqatla nima O'zbekiston bilan bir chegara masalalari bo'lsin, suv masalalari va anandagi o'zbeklar va janub tarafdagi. Undan boshqa bizning Sharq Turkiston tushirgan Xitoyning eng muhim geopolitik zimini nimasi bo'lgan. Bu holatda bu chiqqan qalayimqanchiliklar bizning dilimizgami yamrish kelmasdan 1916-17da bu Çarosya Kırgızistan iklimini bastırgan çağdımı, nurgulgan Kırgızistan'daki şu devirde bizim vatanga berip siyasal qilgan kirganligimizni ko'rib bilamiz demaylanchu. Demak, Qirg'izistonda chiqqan bir qalayimqanchilik va siyosiy o'zgarishlar albatta atrofdagi davlatlarga va Turkistonga ta'sir qildi. Bu sababdan bo'lsa Xitoy bu Qirg'izistondagi qalayimqanchilikqa aldırıp neyim qilmaydi, aralashib neyim qilmaydi. Bunga o't qo'yruqlik qilmaydi demak. Xo'sh. Undaqda shu Qirg'izistonniki Xitoyga qancha mayli tijorat jihati bo'lsin, boshqa Qirg'izistonga selayotgan mablag' jihati bo'lsin,
Qirg'iziston bugungi navbatdagi holatida Xitoyga qancha beqingan holatda mesela? Aha, Qirg'izistonning nimasini dedik qabay, necha davlat bilan chegaradosh, muhim ahamiyat deb. Qirg'iziston iqtisodiy jihatdan bu Xitoyga nihoyat cho'ng ehtiyojli yaqin bo'lgan bir davlat. Yillik GDP'sinin necha %'ini sanab qolmabman ben. Xatolanishim 12-15%'i bu Xitoyning bilan bo'lgan tijoratdan keladi ekan. Shu nihoyat cho'ng rol o'ynaydi Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot uchun nima uchun. Undan boshqa Qirg'izistonga silayotgan nurg'un mablag' va masala yuqori darajadagi tahsil, davlatniki muhim masalalar qurulishlarga tasavvur. Anandaki bu kan taraqqiyotini Qirg'izistonda chiqqan oltinlarniki qurilishimi Xitoy şirketleri kirib bu yerdan mablag' sig'irliq va bu yerdan nima e'lon oltin. Bundan necha ay burun o'tgan yil saqlagan vaqasi Qirg'iziston xalqi bilan Xitoyning ishlemchi konuşulgan. Yani hükümet bir yerde özgür halkı tutulsun, eksençi Xitay tarafınki yeni tutan aletler namayişçilerini bastırıp etti. Yani bu yerde aslında sakçının vaziyeti özünün pukurasını korudaştı. Eksençi bu da karşı devletinki, karşı tarafınki nimelerini işçilerini korudaştırılıp bu yerdeki ticari münasebetlerin korudaşını halimi de bir yerden için. Anadolu'nun bu Xitay'ın ma bir yol bir belvağın nimetini yapmıştım. Kırgızistan'a ait mühim oranda durdu. Endi bu askeri cihetinin nimesi kelgen çağda Kırgızistan Rusya'ya bağımlılığına bakımdı. Rusya'nınki bir yerde bir harbi bazısı mı var? Alandan kin Kırgızistan'ınki halkınki bu en yakşı görülen setelimiz Ruslan gördük. 2001 mu Amerika'nın kim bir mezgil arlaşkan diye geçiyor. Bu yani harbi bazı bir 2014'te Amerika hava bazısı oldu. Kiin görüşlerden kin nimenin teoriye şimdi şu hazır vakti Kırgızistan siyasette iktisat ve ticaret cihetinde çok bağımlılık ve ihtiyaçlı yani yakın bir var. Askeri ve hafızlık cihette Rusya'nın yardımı ve nimesin kollaşma ihtiyacı var. Tamam, köp rahmet. Kahraman efendim, avazım kevatamda? Sizler anla. Ha. Men anlamadım sizler. Geldi. Avazınız geldi avazınız. Hoş. Bir gün hala avarçılık uçurdunuz. İnşallah bir sorun çıkmaz, mesele çıkmaz inşallah. Kahraman efendim, hem de sizden ben aç toxtab qağayadım başlayamdı. 4. oktyabrdaki saylam neticesiga 12 partiya qarşı chiqib, cho'ng bir qalamqaja kelib chiqdi. Hammamiz ko'rdik. Siz ham yaqindan shu yerda vaziyatni kuzatib turgan bir kishi, siyosatchi bo'lib chiqdingiz bilan. Bu siyosiy partiyalar nima uchun qarshi chiqdi? Bu qatimgi nima? Faqatlam o'tirib deyilayotgan shu yo'lsizlik, saylamda hiyla ishiltish, bu masalasi bormi yo boshqa masalalar bormi? Sizning ko'z qarashingiz nima bunga? Bana sel anlamay qaldı. Merhamet, yan bir qatim tekrar etdim. Avazım kelmay qoldimi? Bo'ldi, qaytdi. Hamda hammamiz ko'rdik butun dunyo xabarlarida 4 oktyabrda Qirg'izistondagi bu yerlik millat vakillari saylam natijasiga qatnashgan partiyalardan 12 partiya qarshi chiqdi. Onun ergeç güçleri, qo'llovchiları cho'ng namoyishlarni qilib, hammamiz bildigan bu natijaga kelib ko'rdik ham buni. Bu siyosiy partiyalar, qo'llovchilar nima uchun qarshi chiqdi? Qarshi chiqish sabab axborotlar deyilayotgan yo'lsizlik, saylamda hiyla ishiltish, bumu yoki boshqa masalalar bormi? Siz rayonda yaqindan bu masalalarni ko'zib turayotgan bir shaxs bo'lib chiqdingiz. Qanday qaraysiz bu masalaga? Avazım geldi mi Kahraman aka? Yana qaytadan masala chiqdi. Merhamet, geldi. Merhamet.
Geldi mi? Ha. Bundan başlayalım. Sualını to'liq anglanmay kaldım. Merhamet. Yan bir Anlayam. tekrarlasınız. Ondan sonra ben qaytınday. Әммізге мәлімміш 4 октябрьда сайлам болғандан кейін бұл сайлам қатнашқан 12 партия қарсы шығып партияның қолдауышыларынан чоң намайышлар болып Қырғызстанда азырғыча бұл қалай имқаншылық давам қылып жатыр. Әмді бұл саяси партиялардың қарсы шығышыдaki бұл қатымқы нәтижеге ақпаратlar deyilib atqanmı şu saylamda hile işletiş, parixorluq, bu yolsuzluq yüz berdi degan masalalarga sabab bu atamdı. Yoki hamda siz rayonda eng yaqin bu ishlarni ko'zib turayotgan bir shaxs bo'lib sifatingiz bilan boshqa masalalar bormi bu ishning ichida? Saylamga qatnashgan 16 partiyaning shu kuni 4 oktyabr kuni saylamda faqat 4 partiya ya da partiya saylam. Bu nihayetli kalan partiyalarını gazaplandırdı. Birinci saylam açık emez. Aşkara emez. Transparentliği yok. Mesela 2015 yıllık saylam partiya kirgen. Hoş. Bir Janubiy Kırgızistan'ın şununla narazı bulup ular akşam ilan kıldı, akşamısı jığılıp namayış ötkazdı. Şahada kara güçler buluş gerek, başlığa ular parlament binası, şu prezidentin memuriyetinin binası şulağa saat Kaç 11-12'lerde bastırıp kirip ulan ilgiliydi. Yerdeki muşu bu derecesi tesadüfün narazılık bolganda bunu 4 partiya şu başka partiya begal avazladı. Setip algan memuriyet sahtbazlık kıldı degan narazı. Yani bu Merkezi Asya'da bop durduğun bir iş. Devamlı bop durduğun işte. Kırgızistan hakimiyet halkka oçuk halk işindiğen saylam ötkezmedi. Hoş. Bu muşunundan hem iş başlandı. İkinci günü çıkıp binalarga, hükümetin binalarga kirgenden keyin Kırgızistan'ın baş ministri istifa etti. Bunu parlamentine reis istifa etti. İçki işler ministri yok. Bunda aytganda 5 oktyabr günü Kırgızistan'da hükümet halsız, güçsüz vaziyet yapıp kaldı. Hakimiyet işlemedi. Hoş. Prezident özünün mamuriyeti parlament bir binada. Şunun için prezident mamuriyeti özünün orunda emas, başka yerden video arkalı hakikat teşvik saklangla takılıp gitti. Bunu karayımız dedi. Ama işsiz bir küçük öt yok, birinin küçük gitti. Şunun da hak koça çıkıp gitti. Anandakin məlum derecesi 6'sı yetti. Bu anarxiyalık hareketler başlandı. Saçlılarlık besip girdi. 6 günü etigelligi türmülerge besip girip sabık prezident Almazbek Atambayev baş minister şu an azat verdi. Asası sebep halkka bu saylamının hukukluk, oçuk, kanunluk bulmaganlığı partiya taraflarından küçük yetkizildi. Prezident halk bilen diyalog kılmadı.
Meşede bütün başka partiyalar özlerinin ezaları, taraftarları bizi aldı de bu saylam, yakan saylamda yok kılışka hareket kıldı. Birinci gününün boşluğuna cevap vermeyenlikten. Üçüncü günü prezident bopta da bu saylamını biz bekar kılımız o bu da. Onu anadan keyin kalaymakam işla başını har kişiler sahneге çıkıp adam öldürmüş mi? Bırak da mesela çoğun karhanlarını biz pireş mesela altın kanlarga, yıldırlarga, diğerdikilerge terk kılış, hatta Kazakistan narazılık bildirdi. Diğerdiki karhanlarga ziyan yetkizim için. Ana maşında bir kalaylıktan iş oldu. Akatsızın ki. Şundan hakimiyet 10. Oktyabırgacha bir halsiz talaş arattı boptu. 10. Oktyabr günü parlament endi daryoqi 44 mu aza, asli 120 aza. Qaqalları kulağa sen namı yizpegen. Mening namımda avaz basında bir 10-15. Naqib 60. Asli 61 adam avaz bası karar öttü. Şu 60 şu 64'ne kılıp sadır yeni bir premier ministerde ular tasdiqladi ama prezident bunga imza koymadı. Hakimiyetsizlik davamlaştı. Xudoga şükür bana hazır bir 2 saat burun ikinci qitim parlament Sadır Jabbarovni baş ministr qilib tasdiqladi ve prezident parlamentning qaroriga imzo qo'ydi. Asosiy xabarlarda, ba'zi xabarlarda buni yaratib qo'ydi. Xo'sh. Tushundim. Endi Qahramon apandim biraz burun Nijat apandimdan so'radim. Siz vaqtida chiqib ketgandingiz, men uzilib qolgandim. Endi siz so'zingizda hozir javobini so'zlab o'tdingiz. Bu O'rta Osiyo Cumhuriyetlarida bundaq ishlar bo'lib turdi deb. Biz uzundan buyon mesela Qirg'izistondan boshqa yerda bundaq voqealiklarning hukumatni o'rgatadigan bunday ishlarni boshqa bir davlatda ko'rib boqmadik, mening esimga qilishcha. Nimishqa davomli Qirg'izistonda chiqdi bu ish. Boshqa davlatlarda nihoyatda odillanma narsa tut o'tkazilamdi yoki Qirg'izistonda bir masala bormi? Qirg'izistonning qirg'izlarning bir alohidligi bor. Sizdan qarsangiz, o endi bundaq bu yerdagi siyosat shurasi ikkiga bo'ladi. Shimolliklar deb, Talas, Bishkek, Chuy vodiysidagilar ve janubliklar, Farg'ona vodiysi asosan. Yana shu O'sh viloyati, Jalolobod viloyati, Botken viloyati, Issiqko'l viloyati, mana bu shaharlar. Bularning farqi bor. Kırgızistan'da saylamlarda avaz beriş, şu avaz beriyotgan adamning qayoqdan chiqqanligi mumkin. Almazbek Atambayev o'z vaqtida bu So'ronbayni o'zi akagandi tampонlik saqlash uchun. Almazbek Atambayev shimolniki, So'ronbay Janbekov janubniki. Kelishim bo'lgan, yaqin adam edi. Bu kelişim, bu iki adamın kelişi emas, da aytganda şu qabilla guruhlarning kelişim bo'lgandi. Bu yeni prezident bu kelishimga riyo qilmagan. Uni azida Almazbek Atambayevni farqoq degan bir sud o'zi tasdiqlama sud bo'ldi, turmaga tashlab etdi. Xo'sh. Şu hammasi so'rinib kelyapti. Albatta bu Kırgızistan'da ananı bu kaldı. Bu 3. prezident. İkisini qo'g'lab etdi, biri turmaga tashlandi. Ama Kırgızistan'ın bunu Bishkek shahrida olgan bo'lsak, bu yerda G'arbning inson huquqi, demokratiya, har xil davlat emas, shirkat, nimalari bek ko'p tashkilotlari. G'arbning grant puliga ishlaydi. Biyakiler özlerinin hukukunu, hemsini, yani Kırgız halkının erkinlikini yaş gördü. Hakikatini yaş gördü. Biraz kızık kanlık.
Bu O'rta Osiyoning alohidligi hozirgi mavjud 30 yildagi davlatlarning bu yerda hokimiyat kelish, parlament, ijroiya hukumat bo'lsin, sud hakimligi bo'lsin, sizga o'ziga qarab pul tepishga, boy bo'lishga imkon beradi. Ya da nepotizm, ya'ni bir adam shunday bir lavozimga kelganda bütün etrafıga hammasiga o'zining yurtdoshlarini, urug'-tuqqanlarini, bakazini jigidi. Mana mashada eng cho'ng qaram-qarshilik. Manimcha Qirg'iziston demokrat elementli tarafidan Markaziy Osiyodagi eng ilg'or davlat. Ilg'or davlat. Xo'sh. Asosiy qonunda shu prezident bilan parlament hukumatning orasidagi bu ikkisining funksiyalari mujmal yozilgan. Aniq kesib tashlanmagan. Shuning bilan bu ikki prezident to'g'lab, mandakin bu an'anaga aylanib ketdi. Hozir o'zirimi davatdi. Ammo bu Qirg'izistonning vaziyati butun O'rta Osiyoga muhim ish. Agarda bu ishni qonun naqd qonun orqali hal bo'lmasa, u ming afsus Qirg'izistondan halqib ketishi mumkin. Xo'sh. Mush hozirgi javobingizga agashtirib so'rasam, shu albatta shu sobiq prezident Almazbek Atambayevni namoyishchilar nima chiqargan bo'ldi, turmadan chiqargan bo'ldi. Keyin eng oxirgi xabarda berganimizda biz buni qaytadan qo'lga olinganligini bildik. Hozirgi eng oxirgi vaziyat qaysi bilmadim. Ham sizdan bilsak, hamda haqiqatan Almazbek Atambayev o'zi akagan bu So'rinbay Jeenbekov tarafidan turmaga etildi poraxo'rlik deb. Siz haqiqatan ish poraxo'rlik bilan bo'lgan ishmi yoki o'ttirisida boshqa ishlar bormi buningki? Siz qanday qaraysiz bunga? Poraxo'rlik u bir bana sabab emas. Uni sud fakt dalil isbotlamadi. Xo'sh. Bu yerda gap boyman degan shu Almazbek Atambayev o'zi demokratchi adam. Xo'sh. U davlatni qonundan boshqarib turishmoqda. Ming afsus Qirg'izistonda bir O'rta Osiyodagi birlik Qirg'izistonda prezident 6 yilga mumkin nijalatandi degandi. Bir qatim, bir marta bir qatim bo'lalaydi. Saylandi. Shuning uchun Almazbek Atambek tayinlagan joy-joydagi kishilarni bu kelgan prezident ko'pisini elib tushishga boshladi. Almazbek Atambayev putur so'zlaydigan dadam bu prezidentni qattiq tanqid qilishga boshladi. Hukumatni tanqid qilishga boshladi. Bu birdilla prezident bo'lgan odam o'qitish tarafga o'tib, shu maydondan mavjud ishlayotgan prezidentlarni tanqid qilgan ashundaq bu yerda mush yo'l bilan mangdichi bu Qirg'iziston. Asli prezidentni turmaga tashlash bir nonsen, mumkin emas, to'g'ri emas shu. Cho'ng bir isbot dalil bo'lmasa. Hozir buni xalq bo'shatgandan keyin buning xalqning ichida ham shimolda ma'lum darajada janub obro'yi bor. Xo'sh. Bu agarda mush hozirda o'g'ri siyosatni o'tirib qo'yib, mangsa xalq aqsi min ketadi. Shundan qo'rqdi. Shuning uchun qonunsiz bo'shildi, qonunsiz bu deb yana qaytadan. Bu allarni qaytadan dedi. Ammo masalan, yangi premier bosh ministrni uni sud qarab burungi jazolarni ep tashlab Almaz Atambayevdan qo'rqdi. Qo'rqdi dedingiz-ku oxirgi gapingiz. Qo'rqdi. O
Onun abroyu var, bilimlik, tutur gap kılıdı, hiç kandak para almagan, hak adam, o ne çıktım siyasat kayıtmayın ben diyen ama siyasat manıdığım olsa aksızını harfmeyin dedim. Düşündüm. Hoş. Unda olsa o hazırgıça bu Almazbek Atambayevki ya mesela mançillik tepe kesim hüküm kılgan işi yok. Müşündek eniksiz hala tuturup atamdı onda olsa. Şu türmüdeyden türmemez bu bexatarlik organının vaqtlık tutuğa qamakqansı deydi. Şada bexatarlik organını birip qamakqandan çıkardı. Şu anda bilmedim bu vaziyet qanday devam ediyor. Çün. Rahmet Allah razı olsun. Nicat efendim hem de şu elbette Türkiye'de mi bu katım Kırgızistan'daki vakalikler qalayım qancıqlar Türk axbaratlarda mı köpligen çıktı. Ama şu katım qalayım qancıqda hem Türk axbaratlarda mı şu FETÖ'nünki Türkiye'deki Fethullahçı terörlük teşkilatı dep tizimge elingan rəhberi hazır Amerikada bolgan. Bu müşü FETÖ terörlük teşkilatının kulu bar degan gaplar axbaratlar chiqyapti. Bunun siz qana qaraysiz? Endi bunun da to'liq bir isbotlanmasini qadrga chiqarmadik. Ba'zi xabarlarda degan narsani ko'rdik. Bunun unda isbotladi. Ama O'rta Osiyodagi davlatlarda bundaq bir davlat qurulmasida bundaq bir shakl bor. Ya'ni davlatlarniki mesela bu Kırgızistan'da 6 yıl o'tgandan bu yerde bu hukuk onda uzun bo'lgandan o'ziniki shaxsiy ta'sirini singdirishga va o'zini qo'llaydigan siyosatchilarni siyosiy nimalarni barpo qilishga tirishadigan bir narsa borchu. Ham bu prezidentlarning siyosiy huquq tegishlik ularni aqlim iqtisodiy kuchlar boylab qo'llaydigan gap emas. Ya'ni ma xalqaro munosabatga kelib turadik davlat sistemasi deyim. Ma'lum bir shaxslar, ma'lum bir oilalarniki bu davlatniki siyosiy kontrol qilib olganlik emas. Oligarklar, boylar buni bunaqa shekilde bu ehtimollik faqat Qirg'izistonda emas, O'rta Osiyo davlatlarining hammasi asosan bor bu narsaning. Endi Qirg'izistonda bunday qanchalik sistemni bizda bo'shliq, anarxist narsa, lekin qonun rasmiy idora qilgan qiyinchiliklar bo'lgandan bundan boshqa imkon bo'ldi. Shu sababli abay deganimizdek ko'p degan siyosiy o'zgarishlar hukumatga, o'rtagan hokimiyatga qarshi chiqishlar bo'ldi deb qaraymiz. FETÖ'ning masalasiga aniqsiz bir bo'lg'ashqa aniq bir narsa deyilmaydi. Xo'sh. Rahmat. Qarmanov opani chiqib ketmagandi? Ben bak. Xo'sh. Abaymi programının 5'ida hurmatli qahramon efendim şu programının 5'ida siz Qirg'iziston haqida ma'lumot berganda Uyg'urlarning nüfusini biraz sonini tilga olib o'tdingiz. Qirg'izistonda men Nicat efendim abay so'raganim. Siz texnik yaqin bo'lgan ekan. Qirg'izistondagi siyosiy sohada Uyg'urlarning kuchi qanchalik degan bu masalaga sizdan bir javob berib baxsam. Kırgızistan Uygurları siyasi cihattan Merkez Aziyattaki başka devletlerdeki Uygurlara, Kazakistan'da yarım milyon Uygur bulsa biraz üstün. Üstün. Ayrımcılığı ne mi de? Sana birinci Kırgızistan'da bir yerdeki Uygurlar başkalarına nispetten ömlü gerek. Ömlü gerek. İkinciden Kırgızistan Uygurlardaki medeni cemiyet ittifak cemiyeti cumhuriyetlik. Hoş. Şu 90'cı yıllardan beri bütün Kırgızistan'daki Uygurlar vakillik kılıp hükümet bilen işleyen, halk bilen devam etmişlerdi. Halkının medeni, ictimai, iktisadi, siyasi menfaatlerini ilgili sürüp hükümet aldık koyup gelgen. Şu cümleden Kazakistan'dan başlangandı 90'cı yılların. Şu cümleden Uygurlar Şarkı Türkistan meselesini birlik götürdü. Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin rehberleri. Hoş. Abroyluk. Hükümetin aldığı da abroyluk, halkın aldığı da abroyluk. Ula her kaçan bir 3
Golluq partiyalar bilan ishlaydi. Ular tavsiya qilgan masalani partiyalar o'zlarining a'zolik elib, saylamga kirgan partiya, hukumat kirgan partiya kirgandan ya da parlamentga bir partiya 65 ga yaqin vakil bilan kirishga bo'ladi. Uyg'urlarni kuzatdi. Shunday qilib, masalan, bir zamonda birinchi bo'lib Tursuntay Salimov millat vakili bo'ldi. Uni 2015-yil saylamda 2 Uyg'ur vakili ikkisini yetib tarqat. Hatta bu qatim 4 kirib ekan bu saylamga. 4 saylanib ekan. Ular millat vakili bo'ldi partiya orqali. Bizda birdan-bir Shaymardan Nurumov millat vakili, unima prezident o'zi 9 kishilik millatlardan vakili bor. Parlamentda o'zining farmonidan tuzgan. Shu orqali kirdi bizda. Shuning bilan bu partiyalar faoliyat qilish uchun, harakat qilish uchun nimaga muhtoj? Pulga muhtoj. Xo'sh. Shu g'olliq unda aytganda holliq Uyg'urlar ularma ashunda qilib oladi. Tursuntay bilsizlar, nihoyat cho'ng bozorni boshqargan. Shuna bu tarafdan masalan Qirg'iziston Uyg'urlari bulto o'zlarining hisobot yig'inini o'tkazdi. Shu yig'inga ministrlar, bu oliy kengashdan boshqa shuning vakillari shunday nopuzluq adamlar qatnashdi. Qozog'istonda millatlarga mas'ul bir kishining vakillari kelib qatnashdi. Siyosiy jihatdan xilli Qirg'iziston Uyg'urlarining Qirg'iziston hukumatining oldida asosan Almazbek Atambayev bir vaqt kuchlikdi. Hozirmi yomon emas, buni yangi bolam keldi. Karimov Krishchanlik qilyotdi. Men afsus, ko'psi bilmaydi, Qirg'iziston, O'zbekiston bu jumhuriyatlar meni 6-7 yil bo'ldi kuzatmaydi. Chegarada o'zmasini qora tizim tuzib qo'ygan. Shuning uchun men berib tahlil qilmayman. Ama Kırgızistan Uygurlarda nima ular tirishadi. Ama bugungacha bir qiladiganchi sistemlik ma'rif sistemasi qo'yamidi. Uygur maktabini ochamiz. Uygur sinflari bir 10. Ama Qozog'istonda Uygur maktablari yo'q. Ma'rif sistemasi yo'q. Xo'sh. Tushundim. Xo'sh, ko'p rahmat, programmamizning oxiriga kelib qoldik. Endi saylam natijalarimi saylam amaldan qoldirilib qaytadan endi saylam qilinmoqchi, o'tkazilmoqchi. Qachon o'tkazildi uni bilmaymiz. Endi Qirg'izistonni qanday siyosiy vaziyat kutmoqda degan bu savoldan har ikki yillarga bo'lsin, shuni oxirlashtirsak, Nijat afandan boshlaylik. Rahmat. Bence bunu en tez surette bastırıp normallaştırışka tırışı da qarayman. Meyli Qirg'iziston o'zininki iqtisodiy vaziyat olsun. Çünkü bu ticaretke, sayohatga ve dehqonchiliklarga ehtiyoj bu yerda bir tinchlikninki, xotirjamlik, jamiyat muqimligininki en tez surette barpo bo'lishi kerak ekan davlatninki normal bir mevzu. Çünkü onun nasıl meyli Rossiyaniki nima bo'lsin, manfaat bo'lsin va Xitoyniki manfaat bo'lsin. Bu ikisininki askeri jihatdan, harbiy jihatdan va Xitoyniki bo'lsa iqtisodiy jihat, tijoriy jihatlardan bular cho'ng manfaat va bism qila oladi bu davlatga. Bu tashqi kuchlarniki bism orqali yerdagi muqimlik sifatida shakllanishi mumkin deb qarayman. Hamda ichkilikka vaziyatlar va xavf partiyalarniki buni qanday ifoda buni qoldiribroq bo'ladi. Ama mening shaxsiy qarashimda bu kuchlarniki sirtning ismi ve işçiliki vaziyetinin takazasında bu tez surette bir bastırılıp normalleştirilmesi mümkün. Çok rahmet. Kahraman hocam ben efendim sizden alsam o'xshash savolning javobini. Bu keyingi 2-3 kundagi prezident birdan bir qonunli kishi Qirg'izistonda o prezident jonidagi. Shuning qadamlari vaziyatni normallashtirib mangdi. Mesela parlament
bu baş ministerini tasdiqlashi ve saylamni neticesini bekar qilishi, yeni saylam o'tkazaman deb va'da berib o'tishi. Lekin mana hozir kelgan o'sha 3 soat burun yana Qirg'izistonda minglagan odamlar ko'chada chiqib namoyish qilyotdi. Prezidentlik ketishini talab qilyotdi. Asli prezidentning vazifasidan tushib ketishini talab qilyotdi. Prezidentning istiqoga chiqishini talab qilyotdi. Mana hozir bo'layotgan namoyishda prezidentning istiqoga chiqishini deyapti. Xo'sh. Buningdan birinchi sahnani aqsi yana bir kuchlarning borligi aniq. Bu endi terrorizm emas, boshqa davlatning qo'li bo'lishi mumkin, ammo uningda bizning fakt yo'q. Lekin bu biz bundaq bir nom qo'yamiz, bu yerda tashkillangan qora kuchlar. Siz deyotgan Qirg'izistonning ichidagi qora kuchlar. Tashkillangan qora kuchlar, qora guruh kuchlar. Ular moliyaviy, iqtisodiy ham siyosiy ularning manfaati bor. Agarda Jonbekov mushu ishni davomlashtirib, saylamga olib, yangi parlamentni saylab, hukumatning butkul ishlarini rad qo'yib, anandagi isbot ketmasa, Qirg'iziston yanglashdan eg'ir krizlar ketishi mumkin. Qirg'izistondagi bu ko'p partiyalar bir-birini tinchmas, dialog o'tkazmashni oqibati nihoyat eg'ir oqibatlarga akildi. Hatta bu vaziyat Qirg'izistondan qalqib ketishi mumkin. Shuning uchun shunday hamma ish hozir Jonbekovga va yangi saylangan bosh ministerga bog'liq. Ammo bosh ministerning birinchi so'zida bu prezident va'dabagan ketman deb ketmadi. Mana bu shu tashvishlantirdi. Agarda vaziyat bu yerda chiqib ketsa, uchinchi kuchlar aralashishi mumkin. Üçüncü kuş, Asya Nicat efendim degandek Xitoy. Xitoyning manfaati bor. Xitoy hozir Xitoy boshqa Xitoy, tajovuzchi Xitoy. Bu Qirg'iziston vaziyat nihoyat eg'irlashib, kaskinlashib ketsa, fuqarolar urushi yuz berishi mumkin. Janub va shimol bo'lib. Qirg'iziston pachilib ketishi mumkin ikkiga. Mana shunday vaziyat shakllansa, Qirg'iziston bunu Birleşken Teşkilatlar, Bexatarlik Teşkilatlar, Birleşken Bexatarlik Teşkilatlar a'zo ya da bir-biriga qurol tarafdan yordam berish bir moddasi bor. Shuni ishga solishi mumkin Rossiya. Rossiyaning manfaati bak muhim harbiy strategik jihatdan. Xitoyning iqtisodiy Xitoy butkul Markaziy Osiyoga iqtisod tarafdan kirib bo'ldi. Butkul iqtisod orqali, mablag' orqali, pul orqali har qanday siyosiy o'nlarni, rahbarlarni sitva ish qilyapti. Xitoy bu da o'zgarib, mushu Qirg'izistonga janubdan besib kirishi mumkin. Men buni rad qilmayman. Shunday ehtimol bor. Shunga biz qalaydig'imiz Jonbekov yarim yil mutlab butkul ishni qonuncha ratlab san o'tkazib anadagi ketsa ish to'g'ri bo'ldi. Unda hozir sizning deganingiz bo'yicha bu So'ronbay Jeenbekovmi o'tganda qaysi kuni masalan ishlar iziga tushib biroz tinchlangandan keyin men vazifamdan iste'fo berishga tayyor dedi. Sizning hozir so'zingizda agar shu yangidan saylan bo'lib hamma ishni joy-joyiga keltirib ondan iste'fo bersa chatoq chiqadi deysiz. Hozirlam iste'fo berish kerak demoqchimansiz bundan olsa? Yo'q. Men aksincha mumkin aldirab so'zlayman. Hozir iste'fo ketsa chatoq chiqadi. Jonbekovning tarafdorlari kuchli. Xo'sh. Biz bu davlatni vaziyatni qilib akilish uchun hammani qonunlashtirish kerak. Xo'sh. Bugun birdan-bir qonuniy butkul Qirg'izistonning oldida Jonbekov saylangan prezident. Qolganlari hammasi turmadan chiqib saylanmoqda. Bu shuning uchun eng muhim masala qaytadan yeni saylam o'tkazish.
transparently Hoş. hamma bunu Janub Shimolning har xil partiyalarning manfaatini hisobga oladigan shunga o'xshashli hukumatni shunday shakllanishi kerak. Buni valiylarning ko'pchilik oblastda istifot bergan. Shunga bu o'zining huquqiy dairasida tayinlaydiganlarni shu tanqid hisobga tayinlash kerak. Parlamentni saylov o'tkazib shakllantirish kerak. Ondan keyin parlamentning ishini biroz rad silib, undan keyin ketish kerak. Endi abay yana bir narsa adir kallamga taqaldida bu ikkiga masalan Janub Shimol ikkiga parchalanib ketishi mumkin dedingiz. Nima uchun endi bu ikki taraf Janub Shimollar shu qadar orasida cho'ng bir hangvami kelishamaydigan? Bu yerda iqtisodiy manfaat, siyosiy manfaat bor. Xo'sh. Bu ko'pisi bir millat bo'lsa, u o'rtaq bir jumlangan kuchdek qaraydi. Unday emas. Janub bilan Shimol uzun yillarda aloqasi sus bo'lgan. Janubning aksincha bizning Qashqaryo bilan zich munosabat bo'lgan. Hozirgi bo'layotgan ishlarning aqsidagi orqada turgan kuch mana mushu. Mushning bog'liq. Amaldorlarning hokimiyat kelishi, ama baş işletirishi, bir zavod, korxonaning bir yoqqa selinishi, kirim chiqib, ashlarning hammasi mushu bo'linishni kelib va shuningga bog'liq bo'layotgan ishlar. Turmalarga tashlash, turmalarga chiqarish. Buni hozirgi eng chong ikki kuch Rossiya bilan Xitoy ustunlik bilan foydalanib kelyapti. Bundan keyin foydalanib ketishi mumkin. Vayron qilishi mumkin. Şöyle köptün köp rahmet Allah razı olsun. Her işkilanlarga kıymetli vaktinden çıkarıp katlaşıp berdinler. Elbette programı jarayonida bu şu torning meselesi bo'lsa kerak hamda o'tirasiyadiki. Şu bir qancha qatim uzilib qolish bo'ldi. To'g'ri tushunib, sabr qilib ko'rib berdinlar. Shu köptün köp rahmet etimiz. İki aziz mehmonimizga her ikkilan köptün köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Sizga rahmat. Men Abdu so'rayman. Yo'q. Biz ikkinchidan shunday uzilib turyapti. Har qachon men hayron qolman. Uyda vaqti avlanmaydi. Uydan 100-200 metr ketsam hamma avlanda ham ishlaydi. Bilmayman endi. Tushundirmayman. Mening telefonim mashunda qaranglar. Bunun xabar bo'ldi endi. Köptün köp rahmet yaxshi bo'ldi inshaalloh biraz masala chiqqan bo'lsin. Mana qurultayimni yaxshi bilmaydim. Mening bu o'tkaziyada hech bir davlat kirgizmaydi. İnşallah bu kunlar o'tib ketadi. İnşallah. Şu biz bak manfaatlarimiz bunu Qirg'izistonning turaqliq bo'lib to'g'ri yo'lga minishida. Agarda buni Xitoy foydalanib buni arzu qilamiz albatta. Ko'p rahmat. Her ikkilan ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'rmanlar, shuna qilib programmamizning oxiriga kelib qoldik. Albatta, ovoz masalasi bo'lsin, balkim biroz egiz-pastchilik bo'ldi, chunki inkosonlarda buni ko'ryapman. Kechirim so'raymiz albatta, shu studiyada bo'lmagandan keyin uzoqdan bog'lanib qilish jarayonida biroz masala chiqqan bo'ldi. Albatta biz, yani bütün Uyg'ur xalqi oxirida Qahramon Xo'jambardi akamiz degandek Qirg'izistondagi qarindosh qo'shnimiz bu yerdagi vaziyatning bir minut bo'lsin baldur asliga kelib, xotirjamlik, tinchlik ichida, xo'shal-xo'ram baxt saodat ichida yashashini orzu qilamiz. Bu qarindoshlar o'tirsizlik albatta nurg'ulg'an o'yinlar bo'layotganligi aniq. En kısa fırsatda bu vaziyatninki oxirlashib, güzel bir şekilde asliga qaytishini umid qilamiz. Yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.